Oyi, Ha? sizga bir gap aytmoqchi edim. Gapiraver. Men yaqinda bitta bola bilan tanishib qoldim. Kim ekan u? Bizlarning maktabimizda o'qirkan, faqat o'zbek sinfda. Yaxshi. Bola boshida menga yoqmadi. Sal lapashaganroq ekan. Keyin qarasam, ko'ngli toza bola ekan. Oyi, meni eshityapsizmi? Gapiraver. Biz bir xil kiyinishga kelishib oldik. Nima? Esing joyidami? Keyinchi? Magazinga olib bordim. Keyin bir xil kiyimlar oldik. Hay, ko'nglimni ko'chasi. Nima qilibdi oyi do'stim-ku? Uylanarkanmi ish qilib? Oyi, nima deyapsiz? Gapirdingmi qizim? Yo'q. Davom ettir. Tating kimga ishini bilmaysiz. Zarina avtobus kutyapsanmi? Boring yo'lingizdan qolmang. Mashinam avtobus bo'lmasa ham aytgan manzilingacha olib borib qo'yaylikdi. Ketmayman deyapman. Tushunasizmi bitta gapni? Dars boshlanishiga 5 minut qoldi. Har do'ngida yana o'qituvchidan gap eshitib yurma. To'tiga o'xshab bitta gap qaytaravermasdan yo'lingizdan qolmang. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Meni kimgadir o'xshatyapsizmi? Tupa-tuzu bolaga o'xshaysan. Yo'q, yaxshilab qarang, yuzimga kimgadir o'xshatayotgandingiz. Tupa-tuzu bolaga o'xshaysan. Yo'q, qaysi hayvonga o'xshatyapsiz meni, opa? To'tiqushga o'xshab bitta gap haydab qaytaraverma. Bor. Qizim ham to'tiqushga o'xshatgandi. Siz ham meni shunga o'xshatyapsiz. Qizing to'ppa-to'g'ri aytibdi. Rostdan ham to'tiqushga o'xshar ekansan. Mani ismim Ali, siznikichi? Zarina. Shotdang kartoshka o'rniga xalaqit berdi. Etigiz. Ikkinchisi qani buni? Bilmayman, kurtkam kiyib oldingiz. Tortay qo'lingni jinni bo'lganmisan? Bu meni kurtkam. Soching tekis emasmidi? Yertadan bir xil kiyinamiz.